alaykum qadrli teletomoshabinlar. Kelajak bunyodkorlari ko'rsatuvining navbatdagi soni yana efirda. Bugungi ko'rsatuvimizda ham muvaffaqiyatli yoshlar va ular erishayotgan natijalarga to'xtalamiz. Ko'rsatuvimiz qahramoni Samarqand davlat universitetining tayanch doktoranti Bunyod Eshtemirovning erishgan natijalari, yutuqlari va oldindagi reja va maqsadlari har qanday yoshning havasini oshiradi. Bunga ko'rsatuv davomida batafsil to'xtalamiz. Samarqand davlat universitetida bugungi kunda 25631 nafar talaba tahsil olmoqda. Ularga 935 nafar pedagog o'qituvchi ta'lim-tarbiya bermoqda. So'nggi 3 yilda 3 nafar talaba O'zbekiston Respublikasi Prezidenti nomidagi davlat stipendianti, 17 nafar talaba Navoiy va Ulug'bek nomidagi davlat stipendianti, 462 nafar talaba xalqaro va respublika miqyosidagi turli ko'rik tanlovlarda g'olib bo'lgan. Bugungi kungacha 190 ta doktorlik dissertatsiyasi himoya qilingan, 108 ta darslik, 155 ta monografiya, 602 ta o'quv uslubiy qo'llanma, chet el ilmiy jurnallarda 1945 ta, yurtimizdagi ilmiy jurnallarda esa 1563 ta ilmiy maqolalar chop etilgan. Oliygohning tayanch doktoranti Bunyod Eshtemirov ham oldiga ulkan maqsad va rejalarni qo'ygan. Bu yo'lda oila a'zolarining qo'llab-quvvatlashi va ustozlarning ko'magi bilan yuqori natijalarga erishish uchun ildam bormoqda. Bunyod aka, har qanday muvaffaqiyat zamirida avvalo mehnat va bilim yotadi deyishadi va ko'pchilik yoshlar sizni aynan omadli, muvaffaqiyatli yosh sifatida e'tirof etishadi. Erishgan muvaffaqiyatlaringiz va ularga sabab bo'lgan omillarga to'xtalib o'tsangiz. O'zi o'ylab qaraganda hayotda albatta ustozlar kerak bo'ladi. Bizda dastlabki ustoz ota-onamiz bo'ladi. O'sha to biz biror o'qishga kirgunimizcha, oliy ta'limga kirgunimizcha ota-onamiz bizni qo'llab-quvvatlaydi, ham moddiy tarafdan, ham ma'naviy tarafdan. Qolaversa o'sha maktabdagi ustozlarimiz va undan keyin universitetga kirgandan keyin, oliy ta'limga kirgandan keyin esa u yerda ham ustozlar qo'llab-quvvatlovlari, to'g'ri maslahatlari, yo'naltirishlari bu o'sha har bir inson uchun dolzarb, muhim deb hisoblayman. Va o'zimdan olib qaraydigan bo'lsak, dastlab oilamizda ota-onam bizni yo'naltirgan o'qish, ta'limga, o'qigan odam qanday bo'lishi, qanday natijalarga erishishi, o'qimagan odam qanday yashayotganligi haqida taqqoslashlar bizga berishgan va bizda eng muhim yutuqlarimizdan biri deb hisoblayman, kitob o'qishga o'rgatgan. Ya'niki biz juda ham ko'p romanlar, uyimizda kutubxona darajasiga yetgan romanlar, asarlar, turli xil asarlar bor. Badiiy asarlar va bu nima uchun kitob o'qish muhim? Odamni fikrlashini oshiradi va keyinchalik mana katta hayotga qadam qo'ygan paytda odamlar bilan muloqot, turli xil sohalarda muloqot qilish darajasiga olib keladi va yana bitta eng muhim narsalardan biri deb hisoblayman, ota-onalarda, mana o'zimizni ota-onamiz to'g'ri farzand yosh paytda har narsa xohlaydi, har xil sohaga qiziqadi, lekin uni to'g'ri maslahat bilan, to'g'ri yo'naltirish bilan ma'lum bir sohaga burish mumkin. Ya'niki men ham dastlab maktabda o'qib yurgan paytlarimda yuridik sohaga qiziqardim, lekin bizda o'sha turli xil sabablarga ko'ra tushuntirishgan, yuridik sohada qanaqa ishlar bo'lishini biz oldindan ayta olmaymiz, lekin mana shu matematika sohasida, informatika sohasida bizda avlodimizdan olimlar chiqqan, biz hech bo'lmasa qaysi darajaga borishini bilamiz degan ma'noda to'g'ri tushuntirgandan keyin men o'zim mana shu sohaga qadam qo'yganman. Va men o'sha yoshlarga, maktabda o'qiyotgan, oliy ta'limga tayyorlanayotgan yoshlarga shuni maslahat berardimki, birinchi navbatda o'zining shaxsiy mustaqil fikri bo'lsin. Ikkinchi navbatda o'sha ota-onasini, ustozlarini maslahatiga quloq solsa, bu hech qanday kam bo'lmasligini men o'zim hayotimda ko'rib kelmoqdaman. Bir so'z bilan aytganda,
mana shu darajaga yetib kelishimga, muvaffaqiyatlarimga oilamizda o'sha ota-onamni to'g'ri yo'naltirganligi, to'g'ri maslahatlar berganligi, tushuntirganligi deb bilaman. Bunyod Eshtemirov 1996-yil 23-martda Ishtixon tumani Tog'li Zarband qishlog'ida tug'ilgan. Umumta'lim maktabi va kasb-hunar kollejini tugatgandan so'ng 2015-yilda Samarqand davlat universitetining amaliy matematika va informatika fakultetiga davlat granti asosida o'qishga qabul qilindi. Talabalik yillari davomida ustozlari rahbarligida ilmiy faoliyat olib bordi va respublika va xorijiy jurnallarda 10 dan ortiq ilmiy maqolalar chop etdi. Olib borgan ilmiy ishlari natijasida 2017-yilda Sa'di Sirojiddinov nomidagi universitet stipendiyasi, 2018-yilda Ulug'bek nomidagi davlat stipendiyasi sovrindori bo'lgan. 2019-yilda universitetni imtiyozli diplom bilan tugatib, shu yilning o'zida magistraturaga imtiyozli ravishda o'qishga qabul qilindi. Bu bosqichda ham ilmiy ishlar bilan birga universitetning startaplarni qo'llab-quvvatlovchi inkubatsiya markazida ham faoliyat olib bordi va bir qancha startaplarga mualliflik qildi. Bunyod aka, mana oliy ta'limga Samarqand davlat universitetiga kirgandan so'ng axborot texnologiyalariga bo'lgan qiziqish yana ham ortdi sizda. Ustozlar bilan maslahatlar asosida yangi tashabbus g'oyalarni ilgari sura boshladingiz. Shu o'rinda e'tirofli natijalaringizga to'xtalib o'tsangiz. Demak, men 2015-yilda Samarqand davlat universiteti amaliy matematika fakultetiga o'qishga kirganman grant asosida. Va o'qishga kirgan kunlarimizdan boshlab o'sha o'zimiz munosib degan, o'zimizni sohamizga yaqin bo'lgan ustoz bilan ishlab boshlaganman. U kishi hozirgi kunda, hozir fakultetimiz nomi o'zgargan, intellektual tizimlar va kompyuter texnologiyalari fakulteti dekani Nazarov Fayzullo domla hisoblanadi. U kishi bilan demak ko'plab biz maqolalar chiqardik, dasturlar uchun o'sha Adliya vazirligi huzurida intellektual mulk markazidan guvohnomalar oldik va shu bilan bir qatorda ilmiy ishimiz bilan bir qatorda startap g'oyalar va turli ilmiy g'oyalar, amaliy grantlar bilan shug'ullandik. Mana shularni demak talabalik davrlarimda 2018-yilda Mirzo Ulug'bek stipendiyasini qo'lga kiritdim. 2017-yilda Sa'di Sirojiddinov nomidagi universitet stipendiyasini qo'lga kiritdim va 2023-yil o'tgan yilda o'sha innovatsion g'oyalar yetakchisi, ya'ni o'sha startaplar bilan shug'ullanganligimiz nuqtai nazaridan Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligidan innovatsion g'oyalar yetakchisi ko'krak nishonini qo'lga kiritdim. Bugungi kunda Samarqand davlat universitetida tayanch doktorant hisoblanaman ikkinchi bosqichda va o'sha talabalik davridan boshlab olgan bilimlarimizni mustahkamlab, hozirgi kunda mana shu jamiyatimiz uchun foydali bo'lgan, kelajak uchun foydali bo'lgan ilmiy ishlar ustida ishlayapman va hozirgi kunda mavzuyim o'sha tirbandliklar bilan bog'liq. Hozirgi kunda ilmiy rahbarim Samarqand davlat universitetida professor Ahadov Akmal Rustamovich hisoblanadi. Bugungi kunda mana muvaffaqiyatlaringiz har qanday yoshni havasini oshiradi. Bu tinimsiz mehnat evaziga olingan, qo'lga kiritilgan muvaffaqiyatlar va hali yana davom etadi. Bugungi kunda siz kabi mana ilm yo'lidan borayotgan, yangi tashabbus g'oyalarini ilgari surishni xohlagan va mana shunday muvaffaqiyatli natijalarga erishmoqchi bo'lgan yoshlarga qanday maslahatlar bergan bo'lardingiz? Umuman olganda ularga bir ustoz sifatida, yetakchi, maslahatchi sifatida qanday talablarni qo'ygan bo'lardingiz? Oliy ta'limga kirgan talaba haqida gaplashadigan bo'lsak, birinchi o'ziga ustoz topsin, o'zi qiziqqan sohada o'zi munosib degan ustozni topib va u talaba ertaroq foydali nimalarni o'rganish kerakligini, kelajakda nima ish qilishni xohlashini aniqlab olish kerak va shu aniqlab olgan yo'nalish bo'yicha o'ziga yo'l xarita qiladi. Ya'niki u endi nimalarni o'rganadi va kimdan o'rganadi, qayerdan o'rganadi. Mana shu jarayonni aniqlab olganda ustozni o'rni
unga to'g'ri yo'lni ko'rsatib turadi. Ya'niki endi buni o'rganasan, buni tugagandan keyin buni o'rganasan, ya'ni ketma-ketliklarini ham nazorat sifatida ustozni o'rni muhim. Endi bizda odatda talabalarda shunday kamchiliklar kuzatiladiki, o'qishga kirganda jarayon tugadi deb. Aslida o'qishga kirgan paytda u katta hayotga qadam qo'ydi. Endi uni oldida katta mas'uliyatlar, katta vazifalar, katta maqsadlar paydo bo'lishi kerak va mana shu maqsadlar yo'lida u bosqichma-bosqich intilish kerak bo'ladi. Demak, bugungi kunda mana axborot texnologiyalari zamonida yashayapmiz. Xorijiy tillarni ham bilish muhim. Hozirgi kunda zamonaviy ma'lumotlar odatda ingliz tilida chop qilinyapti. Zamonaviy maqolalar, zamonaviy darslar, kurslar odatda ingliz tilida chop qilinyapti. Shu sababdan albatta boshqa tillarni ham o'rganish o'zining ixtiyorida, lekin birinchi navbatda ingliz tilini o'rganish muhim. Sababiki ertaga bakalavriat tugatgan talaba magistraturaga kirish uchun unga ingliz tili sertifikat talab qilinadi va magistraturani tugatgandan keyin tayanch doktorantura bosqichiga kirish uchun ham ingliz tili talab qilinadi sertifikati. Shu uchun ingliz tilini o'rganish har tomonlama muhim hisoblanadi. Shu sababdan talabalar birinchi kunlaridan vaqtini yo'qotmasdan chet tillarni, xorijiy tillarni va albatta ingliz tilini o'rganishni tavsiya qilib qolardim. Eshtemirov Bunyod talabalik davridan boshlab doim yaxshi natijalarga erishib kelgan. Informatika va axborot texnologiyalari fan olimpiadasida sovrinli o'rinlarni egallagan, Ulug'bek davlat stipendiya sohibi bo'lgan. Magistratura bosqichida ham matematik modellashtirish sohasida tadqiqot olib bordi. Bu bo'yicha ham yaxshi natijalarga erishdi. U innovatsion g'oyalarni amaliyotga joriy qilishi natijasida innovatsion g'oyalar ko'krak nishoni sohibi ham bo'ldi. Hozirgi kunda Eshtemirov Bunyod doktoranturada faoliyat olib borishi bilan birgalikda universitetimizda patentlashtirish bo'limida ham faoliyatini olib boradi. Universitetda ishlab chiqilgan loyihalar, foydali modellarni patentlashtirish bo'yicha mutaxassis bo'lib faoliyat olib borib kelmoqda. Fakultetimizda yosh doktorantlar maktabi shakllantirilgan. Yosh doktorantlar maktabi vaqti bilan katta seminarlar tashkil qilinadi. Bu seminarlarda har doim Eshtemirov Bunyod faol bo'lib, natijalarini yoshlarga, talabalarimizga yetkazib kelmoqda. Eshtemirov Bunyodni kelajakda aynan mana shu sun'iy intellekt yo'nalishida olim sifatida ko'ryapmiz. Buni tadqiqot yo'nalishlari butun dunyo bo'yicha dolzarb bo'lib kelmoqda. Yaxshi pedagog, yaxshi olim sifatida u kishini faoliyatini baholayman. Shuni alohida aytish kerakki, Bunyod Eshtemirov 2019-2021 yillarda Samarqand davlat universiteti startaplarni qo'llab-quvvatlovchi inkubatsiya markazini boshqardi. Bu yillar davomida universitet professor o'qituvchilari va talabalari bilan ko'plab startaplar ishlab chiqdi. 2022 yilda video ma'lumotlar asosida transport harakati tirbandliklarini tahlil qilish va baholash tizimini ishlab chiqish, ko'zi ojizlarga ta'lim berishda Braille alifbosiga mo'ljallangan telefon qurilmasini joriy qilish va elektron mexanik konstruktorlar to'plami asosida aqlli shahar, sun'iy tafakkurli tizimlar majmuasini ishlab chiqish loyihalari shular jumlasidan. Ushbu loyihalarning bir nechtasi muvaffaqiyatli yakunlanib, amaliyotga joriy qilindi va 20 nafarga yaqin talaba yoshlar ish bilan ta'minlandi. Ayni vaqtda elektron mexanik konstruktorlar to'plami asosida aqlli shahar, sun'iy tafakkurli tizimlar majmuini ishlab chiqish driver loyihasi ustida ish olib bormoqda. Ushbu loyiha doirasida 30 dan ortiq talabalarni ish bilan ta'minlanishi rejalashtirilgan. Shu talabalik davrida ham boshqa yoshlardan ajralib turardi, lekin biz buni namuna qilib ko'rsatardik-da. Lekin buni ko'p yaxshi fazilatlari shundan iborat edi-ku, bu juda kirishimli. Nafaqat o'zi, balkim atrofdagilarni ham o'ziga jalb qilib ishlash qobiliyatlari bo'lganligi sababli buni doim men o'sha jamoa bilan, jamoani boshida, jamoani ichida ishlashga undab kelardik. Bu ishlarni juda yaxshi bajarardi. Endi mana maktab davrida yaxshi o'qiganligi juda ma'lum bo'lgan edi o'sha talabalik davrida. Shuning uchun buni bizlar iqtidorli talaba sifatida tayyorlab kelganmiz. Natijani juda tez ko'rsatib boshladi. Yaxshi ilmiy ishlanmalar, ilmiy maqolalarni mana birinchi kursdanoq chop etib boshladi.
ko'pgina tanlovlarda ishtirok etdi. Tanlovlarda hammasida ishtirok etib kelgan desak ham mubolag'a bo'lmaydi va albatta bir tanlovda ishtirok etganda qandaydir o'rin olib yoki bir ko'zga ko'ringan bir natijalar ko'rsatib kelardi. Mana talabalikdan keyin magistraturada o'qidi. Hozir mana doktoranturada ham o'qiyapti. Ilmiy ishda bizlar bunga bir dolzarb mavzular qo'yganmiz. Men o'ylayman yaxshi bajaryapti. Hozirgi kunda hali aytaylik doktoranturada muddat bor bo'lsa ham ilmiy ishlarga qo'yilgan talablarni bajardi. Masalan, maqolalar soni, mana ishlanmalarning soni bor, dalolatnomalar olish kerak. Tadqiqotchilar shu talablarni hammasini muddatdan oldin bajardi. Endi hozir mana dissertatsiyani o'zini ham shakllantirib, juda umid qilyapmiz, muddatdan oldin himoya qiladi deb. Bularning hammasini negizida o'sha fanga intilish, mehnatkashlik, mehnatsevarlik, qancha topshiriq bersangiz shu muddatda bajarishga harakat qilishi turibdi deb o'ylayman. Juda xohlardim shu hamma yoshlarimiz shunday bo'lsin kamida. Yoshlarimizdan ko'p narsa kutyapmiz. Bor yoshlarimiz ichida iqtidorli, istidodli yoshlarimiz ko'p va men mana o'zimning misolimda ham aytishim mumkin. Fanga intilish bu eng to'g'ri yo'llardan biri. Shular agar shu yo'nalishni tanlasa va mana Bunyodjonga o'xshagan yigitlarni, yoshlarimizni misol qilib ko'rsata olsak, men o'ylayman juda ko'p natijalarga erishamiz. O'zbekistonimizning kelajagi yaxshi bo'ladi. Bu nafaqat hozirgi avlod yoshlarimizga, kelajak avlodlarga ham yaxshi namunalar bo'lib, yaxshi turtkilar bo'ladi. Now, when I have arrived here, I have gone through about the university. Samarqand davlat universitetida intiluvchan va o'z ustida ishlaydigan talabalar ko'p. Ularning qiziqishlari munosib qo'llab-quvvatlanmoqda. Ayniqsa xalqaro oliygohlardagi professor o'qituvchilarning ta'lim jarayonlariga jalb etilganligi e'tiroflidir. O'z ustida tinimsiz izlanayotgan yoshlardan biri Bunyod Eshtemirovning loyihalari bilan tanishib, shunga amin bo'ldimki, uning g'oya va startap mavzulari dunyo bo'yicha ham dolzarbligi bilan ahamiyatli, ko'plab xalqaro muammolarga yechim topishga qaratilgan. Bunyod aka, shu o'rinda to'xtalib o'tsangiz, bugungi talaba kechagi talaba emas va shunga mos ravishda oliygohlarda yaratilayotgan imkoniyatlar ham cheksiz bugungi kunda shart-sharoitlarni, imkoniyatlarni yetarli ekanligi ham yoshlarga boshqacha bir rag'bat kuch beradi. Siz mana talabalik yillaringiz bilan hozirgi imkoniyatlarni, aynan oliygohdagi imkoniyatlarni qanday baholaysiz? Albatta sizda solishtirish imkoniyati bor va bu talabalar oldiga, yoshlar oldiga yangi bir talablarni qo'yish uchun ham bir yaxshi imkon deb bilamiz. Siz bunga qanday qaraysiz? To'g'ri aytdingiz. Bugungi kunda juda ham ko'p imkoniyatlar mavjud. Xususan, universitetimizning rahbariyati tomonidan ham juda ham ko'p ishlar amalga oshirildi. Talabalar uchun xonalar birinchi navbatda ta'mirlandi. Butun universitet binolar qaytadan ta'mirdan chiqdi. Qishda issiq, yozda salqin holatga keltirildi. Ikkinchidan, eng muhim, eng dolzarb narsalardan biri bu internet edi. Internet bo'yicha bizda juda ham ko'p muammolar bor edi talabalik paytimizda. Hozirgi paytda mana hozir biz o'tirgan bino ham universitetda IT markazi hisoblanib, bu yerda kompyuterxonalar, o'z ustida ishlash mumkin bo'lgan kurslar, ustozlar hammasi mavjud. Kelib bemalol shug'ullanishlari mumkin. Qolaversa, adabiyotlar nuqtai nazaridan demak ko'plab onlayn kurslar biz o'zimizdan yaratmoqdamiz. Qolaversa, mana YouTube'da ham juda ham ko'p kurslar mavjud va boshqa dasturchilar tomonidan ham ko'plab kurslar tashkil qilinmoqda. Bundan tashqari, demak universitet talaba nimadir ish bajaraman desa, nimadir g'oyani amalga oshiraman desa, har qanday uning istaklarini, xohishlarini amalga oshirib kelmoqda. Buni demak isbot o'laroq universitetimizning o'sha dasturlash bo'yicha olimpiada jamoasi har yili
o'sha xalqaro olimpiadaga qatnashib, xorijiy safarlarda, xorijiy davlatlarda bo'layotgan olimpiadalarda qatnashib kelishga universitetimiz rahbariyati tomonidan juda ham katta shart-sharoitlar yaratib berilmoqda. Bundan tashqari talabalarda ham mana xorijiy demak davlatlarda stajirovkalar amalga oshirib kelishi yoki bo'lmasa o'qishini o'sha qo'shni davlatlarda yoki Yevropa davlatlarida davom ettirishga keng ko'lamli o'sha shart-sharoitlar yaratib bermoqda. Demak, men o'ylayman, talabalarga bitta ish qolmoqda, ular harakat qilish kerak va mana shu yaratilayotgan shart-sharoitlarga munosib bo'lishlari kerak deb hisoblayman. Kelajakda rejalarimiz mana shu o'rganayotgan bilimlarimizni, tajribalarimizni o'zimiz xato qilgan joylarda o'sha shogirdlarimizga, o'zimizni talabalarimizga o'rgatish, o'zimiz qilgan xatolarni ularni saqlash va mana shu olgan tajribalarimizni ularga berish niyatidaman. Kelajakda o'zimni mana shu ta'lim sohasida ko'raman, chunki talabalar bilan ishlash, ularga mana shu bilganlarimizni o'rgatish va zamonaviy bilimlar o'rgatish bilan bir qatorda o'zimiz ham mana shu dunyo hamjamiyatida, dunyo miqyosida o'z o'rniga ega bo'lgan olim sifatida shakllanib chiqishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Bunyod Eshtemirov universitet professor o'qituvchilari va xodimlari orasida olib borilayotgan ma'naviy ma'rifiy, siyosiy, tarbiyaviy tadbirlarda ham faol ishtirok etib keladi. U kamtarin va to'g'ri so'z, do'stlariga doim g'amxo'r, mehribon bo'lganligi uchun ham atrofdagilar unga hurmat va ehtirom bilan qaraydi. Kelajakka bo'lgan umid, oila a'zolari va ustozlarning ishonchini oqlash, o'z mehnati va bilimi bilan yurtimiz taraqqiyotiga munosib hissa qo'shishni niyat qilib olg'a intilayotgan Bunyod Eshtemirovning oldindagi maqsadlariga biz ham omad tilab qolamiz.